Bana ayrim qarindoshlar xat yozish orqali shu pul muomala sistemasi haqida, pul muomala ilm bermishlari haqida hozirgi zamondagi kunlik turmushimizda doim biz duch keladigan shu kunlik hayotimizda duch keladigan banklar bo'lgan bilan ilm berim, andan keyin o'zimizning pulini, ya'ni pul topgan pulini qanday ishlatish jihatlarda degandek shu pul muomala jihati asosiy savat xarakterli bir leksiyalnoma so'zlab bergan bo'lsangiz degan talablarni qo'yganligi uchun men bundoq bir xarakterdan birini yaratay hozir ya'ni Nametcan ismli bir qarindoshimiz bo'lsin. Bu yoq Yaponga berib, Yaponda o'qigan bo'lsin. Yaponning to'g'ri Tokioda bir tarafdan o'qib, tirishchilik bilan ishlab, hozir pul topgan bo'lsin. Yaponning yenini topdi deylik, Yaponning yenini. Andan keyin Amerikada postdoc, ya'ni doktorat ashliqqa keldi deylik. Amerikaga kelgan vaqtda albatta u postdoc doktoratchilikqa pul berdi. Buni kelgan vaqtda $50,000 bilan $60,000 atrofida yillik maosh berdi deymiz. K degan odatda inglizchada 1000 deganga, ya'ni 1000 ga vakillik qildi. Iqtisodda pul muomalada odatda shuni deb shundaq dollar belgisidan kelsa pulni ifodalaydi. 10K bo'lsa 10,000 bo'ladi. Dollar belgisini qo'ysak bu $10,000 bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, endi bizning bu Nametjan kelib pulini almashtirib, dollarga almashtirib, Yaponiyada tirishchilik bilan ishlab, andan omonat yiqqan pullarni ko'tarib kelgan bo'lsa, buning dollarga sundursak, $10,000 pul bo'ldi deylik taxminan. Xo'sh, endi bu Nametjan bu $10,000 kelgandan keyin oldidan birinchilar nima ish qildi desa, bu pulni bankka qo'ydi. Ya'ni pasportlarini va boshqa o'zining kimligini ifodalaydigan uchurlarni ilib berib, bankka berib hisob ochdi. Hisob ochgan vaqtda banka bu Nametjanga bundaq nima qo'ydi. So'raydi. Sen bir checking account'larni ochamsan, ya'ni checking account, savings account ochamsan dedi. Biz bu yerda Nametjanni uylarni ijaraga olib bo'ldi, boshqa chiqimlarni ko'tarib bo'ldi deb faraz qilgan ahvol ostida sap mush qolib qolgan pul $10,000 desak, mush $10,000 ko'tarib bankka borgan vaqtda Nametjan nima ish qildi? O'ylaydi. $5,000 men ikkisini ochaman deydi. $5,000 ya'ni $5,000 checking accountga soladi. Hisobot, check hisobot bo'ladi. Ya'ni $5,000 savings account, ya'ni omonat jo'laydigan hisobotiga qo'ydi. Endi bu ikkisiningki farqi bor. Bu ikkisining farqi degan vaqtda checking account hisobotini ochganligi uchun bankka Nametjanga nima berdi desa, Nametjanga birsi chek berdi. Ya'ni kichik chek daftar berdi. Chek yozgan vaqtda bizning tilimizda chek deydi-ku. Chek yozgan vaqtda birsi to'lam to'lgan vaqtda, masalan, tok puliga burungi chaqlarda shundaqdi. Hozir bu elektronlik o'tkaydi. Bu pullarni burun shu chek yozgan shu ijara to'lamoqchi bo'lsa, $700 palonchiga, Jon apandiga ijara deb bir cheklarga shundaq bir chek bo'ldi. Bu yerda kimga? Jonga. Andan mayada dollarning belgisi bor. $700 debchi. $700 deb. Kimdan? Bu yerda Nametjandan. Deb mana chek berdi banka hisob ochgan vaqtda. Andan keyin shuning bilan birlikda yana ATM card berdi. ATM card degimiz automatic teller machine deydi. Ya'ni bir kartochkani berdi, plastik kartochkani berdi. Bu manda bo'ladi. Bu plastik kartochkani elib bu Nametjan. Buni keyin shu banklarning o'zininki pul oladigan kiosk bo'ladi. Bundaq bir banklarning pul oladigan yerlari bo'ladi, naqd pul oladigan. Shu keyin o'zining ehtiyojiga qarab turib, plastik kartochkani shu bankning nimasiga silib, mashinasiga silib, andan o'zining bir nomeri bo'ladi, PIN deb qo'ydi buni. Personal Identification Number deydi. Ya'ni shaxsiylarni kimligini bildiradigan bir nomer bo'ladi. Bir necha xonlik, 4 xonlik, 5 xonlik degan o'xshash. Shuni silib,
bankdan ya $20 ya $100 alsa, ma ilingan pul ma sağan $5000 shu checking hisobotidan tatildi degan gap. Bu yerda ATM kart bor. ATM plastikli kartochkasi bor. Biz doimla bundaq bir necha xil nimlarni ko'ramiz. Bir necha xil plastikli kartlarni ko'ramiz. Buning birisi ATM kart. Bu shu odatda checking account qo'llangan bo'ladi. Mana qo'llangan bo'ladi. Ondan yana birisi debit kart. Debit kart. Bu debit kart bu savings accountga, ya'ni amonat qo'yganga ulangan bo'ladi. Odatda checking accountga bu kundalik iqtisodiy faoliyatlarimizda biz checking accountni ko'p ishlatamiz. Savings accountga bu o'zimizning hisobda anchola bundaq muddat yo'q, o'zimizning amonat qo'ygan puli. Buningga bank azroq o'sim berdi. Mana azroq o'sim berdi. 0%, 0.5, 0%, 0.5%, 1% atrofida o'sim berdi mananga. Bu o'zimizning savings, ya'ni jug'lanma akkauntiga amonat qo'ygan hisobotiga azroq pul berdi. Endi debit kart bu mana o'xshaydi. Ma debit kart. Lekin bu ikkisining farqi bor. Qanday farqi bor degan vaqtda siz ATM kartini ilib o'zingizning bankingizdan pul olsangiz, buningga bundaq bir mulozimat haqqi to'lamaysiz. Agar siz masalan siz Amerika bankisiniki xaridor bo'lsangiz, shu bank sizga ATM kartini bergan bo'lsa, siz boshqa Citibank degan boshqa bir bankninki Amerika bankisiniki pul olgan mashinasini topolmasangiz, Citibankinikidan olsangiz, bular $3.5 $3 shunday bir mulozimat haqqini oladi. Mayli siz $10 eling, $20 eling, $100 eling, o'zingizningki bu nimangizdan checking deb qo'yamiz. Ya'ni check hisobotingizdan pul olsangiz, xalqning bankisida o'zingizning Amerika bankisida tarqatgan kartochkasini ishlatib banka sizdan haq oladi degan gap, mulozimat haq oladi. Endi debit kart degan qanday kart degan vaqtda bu sizningki, bu debit kart bu sizningki amonat qo'ygan hisobotingizga ma'noga bog'liqlik. Buning bu o'zguchliq PIN nomeri bo'ladi, ya'ni maxfiy shifrlik nomeri bo'ladi. Buni o'zingiz bilasiz. Ammo buni ko'pincha yerlarda ishlatilasiz mana. Ko'pincha yerlarda ishlatilasiz. Do'konlarda, oshxonalarda, u yerda. Lekin mani ATM kartni unda ishlatilmaydi. Endi yana bir xil bir kartochka bor, bularning shakllari, undan keyin bundaq bir cho'ng kichikligiga o'xshash bo'lib ketadi. Bu yana bir kart nima desa, credit card bo'ldi. Inovatli kartochka deb qo'yamiz. Credit card bo'ldi. Ikkisi ATM kart bilan, ATM kartochkasi bilan debit kartochkasi bu sizning bank hisobotingizga bog'langan bo'ldi. Masalan, Namatchan bilsak, Namatchanninki hozir banka Namatchanga 2 kartochka bersa, birisi debit kart, bu $5000 amonat qo'ygan puliga azroq o'sim chiqadigan ma'no ulangan bo'ladi. Yana bir kartochka desa, ATM kartochka desa, checking accountga hisoboti ulangan bo'ldi. Shunda Namatchan bu $5000 to'xtamay kunlik turmushda ishlatadi degan gap. Masalan, naqd pul oldiga shu bo'lsa, kino ko'rsa, azroq u yerda tamoq yesa, yoki bo'lmasa debit kartini ishlatsa bo'ladi. Ba'zida bu debit kart bilan ba'zilar mana kredit kartini azroq almashtirib qo'ydigan ishi bor, lekin bu debit kartni ishlatgan vaqtda u cho'qim o'sha odamning bankasidan ilindi. Endi bu kreditga inovatli kartochka shu desa, inovatli kartochka bu banklar tarqatgan shu mazkur odamga, masalan, Namatchan keldi deymizku, undan birinchi oyda bu Namatchanning maoshi $60000 desak, bir yillik maaşı $60000 desek, $60000'ni 12 oyga bölsek, ayda bir qitim maaş al desek, $5000 degidi. $5000'ning ichida 5000 bu gross deb qo'yamiz. Mani o'chasim bo'ldi. Unda o'chirmanki. Okey, mana o'chirdik. Bak, chachi-pachi bo'lib ketdi.
Xo'sh, endi bizning avvalgi qiyosimizda, bizning avvalgi qiyosimizda 60 ming dollarlik yillik maoshi 60 ming dollarlik namatjanniki qo'liga tegilgan umumiy puli gross deb qo'yamiz. Ayda 5 ming dollar. Bir ayda, bir yilda 12 oy var. 5 ming dollar. Lekin 5 ming dollar bu namatjanning qo'liga saq tegmaydi. Nimishqa? Bu chunki bu income tax to'limi sunmaydi, ya'ni kirim beji to'limi sunmaydi. Markaziy hukumatnikini va shtatnikini, anandan keyin salomatlik to'g'risida pul to'lim azroq o'zi qo'shma sunmaydi. Pensiya puliga maoshning 2%ni yo 4%ni qo'yma sunmaydi. O'tgan degandek 401 K agar shirkat ishlasa, agar foydalanmaydigan o'rinlarda ishlasa 403 B. Anandan shunda ishlarni qilib qo'liga tegadigan puli 3500 dollar desak, bizning avvalgi tasavvurimizda namatjanniki bankda 2 hisobot va checking hisoboti, yana birisi yig'laydigan, pul amonat qo'ygan hisoboti. Her bir başlangan vaqtda 5000 K'dan başlangan biz namatjanni Amerikaga kelgan vaqtda uylanib bo'ldi, boshqa paj chiqimlar bilan boshqa xarajatlarni qilib chiqimlarni to'lab bo'ldi deb faraz qilgandik. Endi bu bir oydan keyin 3500 dollarni sap disposable income deymiz, qo'lga tegadigan, xajliga bo'ladigan pul. Disposable income. Bu namatjanniki shun kelib bir oy bitgandan keyin namatjanniki 3500 dollar puli nega urildi? Mayaga urildi. 3500 dollar urilsa, bu 8500 dollar bir oydan keyin bu chek hisobotidagi pul 8500 dollarga chiqdi degan gap. Anandan keyin bu amonat bankka qo'yib qo'ygan pul o'tdi desa, mananga bir oydan keyin azroq o'sim chiqdi. %101 degandek chiqsa, bu 5001 bo'ldi, 5001 dollar bo'ldi degan gap. Andan birinchi oy tutgandan keyin namatjan nima ish qildi desa, manandan ijara to'laydi, tok suv puli to'laydi, telefon puli to'laydi, yeydi, ichidi bo'lib, bu yana bir oyga borgan vaqtda ikkinchi oylik maosh chiqishi bu 5700 dollarga tushib qoladi degan gap. Uning namatjanniki amonat bankdagi puli yana 5001 dollarda turdi degan gap. Xo'sh. Endi bu ikkinchi oyga kelgan vaqtda namatjanning bu amonat qo'ygan pulidagi, amonat qo'ygan tegmaydigan puli 5001 yana shu o'xshash nisbatda ish bo'lgan bo'lsa, 5000 dollarga o'sim chiqmay 5001 dollarga o'sim chiqdi. Bu o'sim chiqish. Nima boshdan 1 dollar o'sim emasmi? Mushning o'sim chiqdi degan gap. Compound interest. Bu pul turib tursin. Namatjan debit kartini ishlatmaydi deydi. Debit kartini, ya'ni savings, yig'lanma hisobotga bog'liqlik debit kartini ishlatmaydi deydi. Ammo ATM kartini doim ishlatadi deydi. Masalan, naqd pul kartochkadan pul o'tkazishni, shu hisobotidan o'zining chek yozishni erinib, naqd pul olib ishlatadi deydi ATMni. Maniga chiqilmaydi deydi. Endi bir ishga o'tgandan keyin namatjanning uyiga xatlar kelib turdi qaysi shirkatlar, banklardancha biz sana nima beraylik deb biz sana nima beraylik deb qarz berib turaylik, bizning pulimizni xajla deb ularga namatjanga doim xat kelib turdi. Shuning bilan bu namatjan qaraydi, nima deb qaraydi desa, bizning pulimizni xajla. Birinchili biz kartochkaga a'zolikqa pul olmaymiz. Biz 5000 dollar bizga iltimos qilib 5000 dollar pul beramiz. Uniga o'sim to'lamaysa degandan keyin namatjan buni ko'rib xo'shalab ketdi. O'sim to'lamaydigan ish bo'lsa, mashina qilaychi deb. Chunki bu Amerikada keyin uy oladigan, mashina oladigan ishlar bo'lsa, bu endi banklardan qarz oladigan ish bo'ldi. Hammadan degandek hozirgi zamonda moddiy turmushda shunday bank bilan aloqali ish. Endi bu pul muomala sistemasi ashundoq. Yani bu yerdagi pul muomala sistemasi deganimiz nima desa, pul muomala sistemasi nima desa, pul muomala sistemasi shu butun bank deymiz, kapital bozori deymiz. Mushularni
bağlab turadigan yani iste'molchilar deymiz. Mushularni ya'ni aholilar bo'lsin. Bu iste'molchilar aholi deb qo'yamiz. Anandan keyin shirkatlar deb qo'yamiz. Shirkatlarmi iste'mol qiladi. Endi hukumatlar deymiz. Hukumatning tarmoqlari yerlik bularni to'xtatmay iste'mol qilib turdi. Har turli narsalarni iste'mol qildi. Endi shuning bilan birlikda bu iste'molchilar yana bir tarafdan bular yana pul chiqishlar. Bular nima desa bir tarafdan iste'mol qilib turdi, yana bir tarafdan pul yig'di bular. Bular pul yig'di. Endi pul muomala sistemasi qanday desa, mana shu mayli odamlar bo'lsin, shirkatlar bo'lsin, hukumatning tarmoqlari bo'lsin, banklar bilan muomala qildi bular. Ya'ni banklarga pul omonat qo'ydi, banklardan pul qarz oladi, yoki bo'lmasa kapital bozoriga berib, pay bozori, zaim bozoriga berib, zaim oladi, yoki bo'lmasa har xil nimalarni oladi, stok, paylarni oladi. Shuning bilan birlikda bular yana banklarda, bularmi banklarda checking account ochadi, savings account ochadi. Andan keyin ba'zi pullarni CD olib qo'ydi. CD degan hamda certificate of deposit deydi. Ya'ni omonat qo'yganlik isboti. Bu odatdagi buningki o'sim nisbati mana pul qo'ygandan yuqoriroq bo'ladi. Ammo buning muddati bo'ldi yoki 6 oy yoki 1 oy yoki 6 oy yoki 1 yil yoki 2 yil degandekchi. Andan keyin banklarning o'zgaruvchi turlari bo'ladi. Banklarning o'zgaruvchi turlari bo'ladi deganimizda banklarning o'zgaruvchi turi bo'ladi deganimizda banklar commercial banks bo'ldi. Commercial. Bu savdo bankalar oldu. Commercial. Bu qanday banklar desa Citibank degandekchi. Andan keyin credit union bo'ladi. Credit union odatda o'xshash ma'lum mahalla jamiyatlarningki o'z kichik banklari, ularningki o'sim nisbati pul qo'yganlarga beradigan o'simi sal yuqoriroq bo'ladi. Bu savdo bankalar bu. Yana bir xil banklar bo'ldi, investment bank debdi. Mablag' soldigan bularni aytdi. Korxonalarning, odamlarning pullarini aylantirib mablag' silib ko'paytirgan shundaq banklar bu. Mana shu biz hayotimizda hozirgi zamondagi iqtisodiy faoliyatlarda bizning yashash jarayonimizda biz to'xtamay shu banklar bilan aloqamiz. Bank degan masalan, savdo banklari nima desa, savdo banklari shaxsiylar, hukumatlar, odamlar berib, korxonalar berib bu banklarga pul qo'ydi, yoki bo'lmasa ma'lum uy sotilish uchun yoki mashina sotilish uchun masalan credit union bordi, qarz oladi bular. Bozorda pul o'sim deydigan bir gap bor, bizning o'simchi. O'sim pul olgandan keyin pulning bahosini aytgan vaqtda ma'lum bir pulni olib tursangiz, shuni ishlatganning bahosi. Hamma narsaning bahosi bo'ldi deb qo'yamiz. Masalan, bir jup oyoqning bahosi $50 desak, $1000 qarz olsangiz, bir yilda uningga 3% o'sim to'laysiz desangiz, $30 to'lagan bo'lsangiz, o'sha $30 sizning $1000ni bir yil ishlatgandan keyin bahosi degan hisobda bahosi degan gap hamda. Demak, bu bizning hozirgi hayotimizda, hozirgi turmushimizda biz shu banklar bilan doim aloqa qilamiz. Andan keyin bizningki yashayotgan jamiyatlarimizda, masalan, Amerikada bizningki kirimimiz bu shu baj tuzumiga, hukumatning baj tuzumiga berib taqishadi. Agar bizningki to'laydigan bejimiz yuqoriroq qolsa, maoshni jiqaldiq degan bilanmi jiq to'lab ketamiz, qo'limizga tegadigan jiq bo'lmaydi. Andan keyin biz yana hozirning o'zida iste'molchi, shuning bilan birlikda hozirning o'zida yana omonat qo'yg'ichi. Chunki buning topganning hammani yeb o'tasa, o'zimizning keyingiga yaxshi emas, farzandlarimizga yaxshi emas. Shunga biz ham pul topamiz, xarjlaymiz. Chunki har bir kun pul xarjlamay o'tmaydi. Shuni xarjlaydigan gap.
Shunun bilan birlikda yana kelgusini o'ylab biz har xil bu pullarimizni har xil shaklda mablag' qilib solamiz. Ya'ni CD deb qo'yamiz. Savings degani intayin bexatar. Bu bankning savings shu jug'lan omonat qo'yadigan yerga pul qo'ysangiz, $250,000 pulingizni bank vayron bo'lib ketsa, Federal Insurance Deposit Corporation deb qo'ydi. Federal sug'urta amonat shirkati deb qo'ydi. Ya'ni shu pulingizni bular kepillik berdi. $250,000 $250,000 pulingizni bank vayron bo'lib ketsa, hukumat, markaziy hukumat sizga berdi degan gap. Mana 2008-yili nima bo'lishdan burun, pul muomala krizi yuz berishdan burun bu sug'urta shirkatining to'lab berdigani $100,000 edi. Keyin bu kishilarda bek qo'rqinchni paydo qilganlikdan bundan keyin $250,000 ga ko'tardi. Shunga pul odam uchun eng ba'zilar yetishmaydi, ya'ni paycheck to paycheck deb qo'ydi Amerikada nurg'un odam, ya'ni u yoqdan maosh kirib turdi, bu yoqdan chiqib turdi, omonat qo'yib bo'lmaydi. Ana azroq omonat qo'yganlar uchun desa, muqim holda omonat qo'yib manganlar nima ish qildi desa, dastlabda eng bexatar savings accountga azroq pul qo'ydi. Andan keyin CD'lar chiqib qolsa, bu CD ya'ni certificate deposit yuqoriroq omonat qo'yganligingiz uchun ma'lum muddat, muqim muddat yuqoriroq o'sim berdi, masalan 3% yo 2% degandek. Andan keyin ba'zilar nima ish qildi desa, zaym olib qo'ydi. Zaymmi bu hukumat, shirkat, hukumatlar taqdidigan kapital yig'ishning usuli, pul yig'ishning usuli odatda hukumatning zaymlari ishonchli bo'ladi. Çoğun asas puxta şirketlərinki zaymları işençlik oldu. Anandın ki stock. Stock deganimiz pay. Bu pay setib aldığınız degan gap sizning ma'lum bir şirketga nisbatan muayyan igdorchiliginiz bor degan gap. Ya'ni bu şirketning pay chekini jiq tutsangiz, sizning shu şirketninki ishlarda muayyan ovozingiz bo'ldi degan gap. Agar az olsangiz jiq ta'sir ko'rsatmaydi. Hamda bularning ichida eng bexatar pul tutish usuli shu o'zingizning checking hisobotingizga pul qo'ysangiz, bu chiqim bo'ladi, buningki qiymati o'smaydi. Savings qo'ysangiz azroq o'sadi. CD ga qo'ysangiz sal jiqroq o'sadi. Bond olsangizmi yaxshiroq. Stock cho desa, paychik olsangiz cho desa, bu odatda boylikning ko'payishi yuqori xatar va narsalarningki high risk, high return deymiz. Yuqoriroq pul akilish ehtimoli bo'ladi. Low risk, low return deymiz. Ya'ni bu yerda xatar bilan foydaninki sommasi 10 tanasi bo'ldi. Ya'ni xatar qancha yuqori bo'lgan sari pulninki qaytib kelish ehtimolligimi jiqroq pul topa olishingiz mumkin. Xatar tuvan bo'lsa, sizningki topadigan pulingiz tuvarak bo'lishi mumkin deganga o'xshashchi. Correlation shundaroq, bog'lanish shundaroq. Shunga haqlar xatarga tavakkul qiladigan odamlar shu paychik bozorga ko'proq mablag' soladi. Undan ularning omadi o'ngdan kelib qolsa, to'g'ri vaqtda to'g'ri payni ola olsa, bak beyib ketadi bular. Andan sal ehtiyotchan qiladigan shukra deb o'tadiganlar, ko'ngling suv ich, qaynoq suv ich, ko'ngling tej deb yashaydiganlar pulini ansirab ma'noda qo'ydi. Buningda qo'ymaydiganlar, buningga pul qo'yolmaydiganlar desa, shu o'zining chek hisoboti bilan shu oydan bu oyga aran olishib mangadi. Andan keyin haqlar bir narsalarni setib olgan vaqtda, mashina setib olgan vaqtda, uy setib olgan vaqtda banklar bilan aloqa qildi. Shunga biz hozirgi dunyoda biz pul muomala bozorini tushunmay, kapital bozorini tushunmay, pul muomala sistemini tushunmay, bir moddiy turmushimizni toza yaxshiroq olib ketolmaymiz. Ba'zilar deyish mumkin, palonchi pistonchi o'qimagan necha million dollarni aylantiryapti deb. O ayrim odamlar, o ayrim shaxslar. Lekin biz bir daraxtga qarab, butun o'rmon yeshil turdi, bir ko'karib turgan daraxtga qarab, butun o'rmon yeshil turdi. O'qimsimi millionlab, 100 millionlab topqili bo'ldi deb o'ylasak, bu yerda bir xil umumlashtirib xatoligini o'tkazgan bo'lamiz. Ya'ni fallacy of composition deydi hisobda buni. Ya'ni bir daraxt qarablar butun o'rmonga umumlashtirib yakun chiqaradigan
Şuna azırkı dünyada yaşayotganlar şu namatchanni masalan ko'z oldingizga keltirib, shu namatchandek bizning kunlik faoliyatlarimiz, shu namatchandek bo'ldi. Bizning iqtisodiy faoliyatlarimiz, pul muomala hisobotlarimiz. Namatchan azroq turgandan keyin, anandan keyin bu aqlliq bola tejashchanlik bilan yashab, qisqa emas shumal ekan. Yana u yerdan bu yerdan Qashqardan, Turpandan odamlar kelsa, yana mard ma bizning Cambridgedagi uyg'urashgan sapirib miyman qilib turdi. Ama artıq işi yo'q, artıq chiqimlari yo'q. Andan bu pulni nima ish qildi desa, bu pulni ba'zisiga zaym olib qo'ydi, to'xtatib turib zaym olib qo'yay deb. Ba'zisiga voy ma bu Apple'ning payi hozir $127 tushib ketibdi. $5000 to'sim turdi ekan. Ma bu savingsdagi $5000 $127 bir nima olib qo'yaychi, Apple'ning payini olib qo'yaychi deb $5000 120 bilsang qanchadan tegdi ko'pchilik? 30 mesela tahminen 30 netçe. O netçe desek, şimdi bunu bir yıl tutsa, yılın ahırı kelgen vaqtda bu pay $200 ya doğru. $200 ösep gitip kaldı. Hazır ösepdi bu pay, Apple Pay'i. 2021 yılı 12. ayga baganda bu pay $200 ösep ketse, her birden $73 pul taptı degan gap. $73'ni 30 köpeysanlı qancha? Ahmetcan 29, 21. $2190 pul taptı degan gap. Eğer hani $5000 savings qo'ygan bo'lsa, 0%ga yaqin o'sim bilan o bir yilda aran $5012 bo'lgan bo'lsa, mana endi Ahmetcan Apple'ning paychigini ib qo'ydi. 2021 yil 12 oyning oxiriga kelgan vaqtda bu pul bir saklabla $7200 bo'ldi degan gap. Va yaxshi ahvol, umidvorlik bilan qaragan vaqtda. Agar ma'lum sabablar tufaylidan Almanning bahsi final tushib ketib qolsa, ziyon tortadi, lekin Alman shirkatining aytib cho'ng shirkat asosi puxta. Shunga uning tushib ketishining ehtimolligi yo'q. Anadan sirt yana bu FUVO deydigan bu paycheki var. İlk tönegün $38'di. Hazır qarsam $62 turdi. Bir kunning ichida 2 kun bir necha kun oldi qarsam $38 da. Hazır $62 turdi. Bir kunning ichida mana shunday o'sib ketibdi. Böyleki nimani nima deymiz? Tantarbiya musobaqalari naq maydonda ulab taqtilgan shirkat o'xshaydi. Qarag'anchada nurg'un odamlar vaboning ta'siridan ishga boramagandan keyin uyda o'tirib, shuni ko'rib, shuning talabi ishib ketib, shu uy savatga o'xshaydi deb tushundim. Men background investigation qilmadim. Yana bundan keyin nima ishga usulganlik to'g'risida hech qanday bir faqat baholik qaradim. Men farzandimni o'tirib boqdim. Xo'sh, unda bo'lsa ko'pchilik mana Namatchandan o'lgilib, Namatchanningki Uyg'urlar xos fazilati, mehmondo'stligi, andan tejashchanligi desakmi bo'ladi. Ammo sexiligi, andan keyin yaxshi ishlarni, to'g'ri ishlarni ko'p qildiganligi, omonat qo'ydiganligi, ancha-muncha mablag' qilib soldiganligidek mush taraflarini o'rganib kelsak, kallani ishiltib, to'g'ri payni to'g'ri vaqt sola olsak, bayligimiz 1 2 2 4 4 16 bo'ladi. İnşallah shunday bo'lg'ay. Xo'sh, emisa, mushunchalik bo'lsin.